Salam dostlar, hazır qaqtanlar xayrlik bolsun. Bugün biz qo'llanışchan iqtisodning 8-videosi bo'lgan ta'minlash va ehtiyoj ustida to'xtalib o'tamiz va ko'rib chiqamiz. Ehtiyoj va ta'minlash, ya'ni arz va talab makro iqtisod uchunmi ham mikro iqtisod uchunmi nihoyat muhim uqumlardan birisi. Ta'minlash, ya'ni arz bir narsani ishlab chiqarib bozorga sunish. Ehtiyoj ma'lum bir narsaga ehtiyojimiz bo'lganligi uchun yoki yaxshi ko'rganligimiz uchun setib olganimiz bo'ldi. Hammamizdan texim yaxshi tushunish uchun bir necha misol bilan tushuntirib qo'yay. Ma'lum bir kentni misol qilaylik. Masalan, bu kentning ismi Aqterak kenti bo'lsin. Bu kentimizda 100 kishi yashaydi. Bu kentda tuxum ishlab chiqarib sotadigan bir odam bor. 100 to'xosi bor. Har bir to'xosi kunda bir taldan tuxum tug'idi. Kunda 100 tuxum ishlab chiqardi va kentdagi 100 kishiga sotadi. Har bir odam bir taldan tuxum setib oldi. Tuxumlarning bahosi bo'lsa, bir tal tuxum 1 lira. Kunda 100 tal tuxum sotgan bo'lsa, 100 lira pul topadi. Bir kuni bu odamning to'xolari 2 taldan tuxum tug'ilgan bo'lib ketdi. Tuyuqsizlam 200 tal tuxum bo'lib ketdi. Bu tuxumchi odamni mushu kentdan boshqa yerga bora olmaydi deb o'ylasak, bu odamning oldida ikki xil tanlash bor. 200 tuxumning hammasini setish chiqardi va bugun cho'qim setib bo'lish kerak. Ikkinchi xil tanlash bo'lsa, 200 tuxumning 100 tal tuxumini tashlaydi. Chunki tuxumlarning bahosini qo'llab qilish uchun faqat 100 tal tuxumni bilan burunga o'xshash bozorga chiqarish kerak. Bu xil ahvollar ba'zi davlatlarda mavjud. Mahsulotining asli bahosini qo'llab qilish uchun ortiq bo'lgan mollarni tashlaydi yoki ko'ydiradi. Tuxumchi bo'lsa 200 tal tuxumning hammasini bozorga soldi. Ham bu kentdagi 100 kishining har kun bir tal tuxumdan ortiq tuxum olmaydiganligini va 1 liradan ortiq pul xarjlamaydiganligini biladi. Shunga burunga o'xshash tuxumning bahosini 1 liradan sotadi, lekin bu qitim 2 tal tuxumning bahosini 1 liraga sotadi. Ya'ni bir tuxum olganga bir tal tuxum hadiya qildi. Hisobda tuxumning bahosi tushib ketdi. Ya'ni bu yerda mahsulot ko'payib ketdi, ta'minlash ko'payib ketgan bo'ldi. Mol va ta'minlashlar ko'paydi deganlik ehtiyoj ozayib ketdi degan gap. Bu yerda mol va ta'minlashning qiymati tuvallab ketadi. Ya'ni arz ortarsa talab tushar. Arz ortarsa değeri düşer. Endi buni aksicha ahvolini misol qilib beray. Bir kuni tuxumchining to'xollarining yermi og'rib qoldi va faqat 20 lam tuxum tug'di. Atsatigan faqat 50 talam tuxum to'play oladi. Hamma odamning burunqidek tuxumga erishgisi bor. Tuxumchining burunqa o'xshash 100 lira pul topqisi bor, 50 lira topqisi yo'q. Bu qitim tuxumchi do'kon kelib kentkilarga deydi. Bu qitim to'xolar oz tuxum to'p qo'ydi. Menimi ortiq pul topqim yo'q. Faqatlam kundalik 100 lira topgan pulamni o'xshashlam topsam bo'ldi. Faqat bir tuxumga 2 lira pul berganlarga tuxumni beraman deydi. Bu qitim bu 100 odamdan cho'qimlam 50 bu tuxumlarni setib oldi. Bu bo'lsa ozligan mahsulotning, ya'ni oz bo'lgan mahsulotning qiymatining yuqorilishi. Bir bozorda insonlarning yonchuqida puli bo'lsa, mahsulotlar oz bo'lsa, mahsulotlarning bahosini yuqorilta olasiz. Ehtiyoj va ta'minlash mushu shaklda tamponlashadi. Masalan, siz nihoyatda qaltis va qimmatli bir narsa ishlab chiqardingiz. Tuyuqsizdan bu narsaga ehtiyoj ko'payib ketishi mumkin. Bu tumak, oshqozon, börek, jiga, qarg'uchay, ko'zoynakli uchay qatorliqlarni dori ishlatmasdan bir bosqichda davolay oladi. Chunki bu hammaga qodir tibib tumak. Agar siz mahsulotingizga yangilik va sarxillik olib kela olsangiz, bunun bo'lgan ehtiyoj nihoyat yuqori bo'lishi mumkin. Buni hozir jamiyatimizdagi telefon markasi bo'lgan Samsung ko'p ishlatadi. Yangilik va sarxillik yaratadi. Lekin iPhone, ya'ni olmi shirkati bo'lsa, bu xil yangilik va sarxillashtirishni ko'p ishlatmaydi. Ishlab chiqarishida oddiylikqa yo'l qo'ydi. Lekin marka dunyocha dangliq bo'lganligi uchun ehtiyoj nihoyat yuqori. Ehtiyojdan ko'pligidan yangi telefon chiqar-chiqmas insonlar do'konlarning oldida uchrab turib ketadi. Ehtiyoj deganimiz shu do'konning oldida atigandan kechgacha uchrab turish. Ta'minlash bo'lsa, men yangi iPhone chiqarman, hammalar do'konning oldida uchrab turinglar degan bo'ldi. Butun maqsad bo'lsa, ehtiyoj bilan ta'minlashdan tamponlikni saqlash. Chunki siz nihoyat ko'p mahsulot ishlab chiqarsangiz, insonlar to'yib qolishi mumkin va ortiq olmasligi mumkin. Agar bek oz ishlab chiqarsangiz, o'ylaganingizdak pul topolmasligingiz mumkin. Mushu yaqinqi necha oyning oldida virus sababi bilan neft olganlarning soni ozayib ketdi. Chunki insonlar hammasi uyiga qapsilib qoldi, teshlarga chiqmadi, mashinalarni haydamadi, ko'pincha zavodlar taqilib ketdi, aeroplanlar uchmadi. Shunga neftga bo'lgan ehtiyoj ozayib ketdi. Bozorda neft ko'payib ketganligi uchun va oldiganlar ozayib ketganligi uchun neftning qiymati tushib ketdi.